أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Teala'nın iltifatıyla Sure Nisa'nın 20. ayeti geldik. Hazır şu ayollara, ayollik turmuşki turmuşunu alakadar ahkamlar sözünü iken Allah Teala şundak deydi. Estaizu billah ve in eradtum istibdale zavcin mekane zavci ve ateytum ihtahunne qintaran fela te'khudû minhu şey'a ete'khudûnehu buhtanen ve ithmen mubînâ. Yani eğer bir xotinni qo'yib o'tib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qora chaplab va uchuq zulm qilib olamsizlar. İstibdale degan yani ahdaha badalaha bi an talaqtumuha. Yani ayollarni taloq qilishinglar orqali uning o'rniga yana boshqa bir ayolni olmoqchi bo'lsanglar, holbuki ularning birisiga shu ayollarning biriga ko'p molni bergan bo'lsanglar, qintor degan ko'p mol deganlik bo'ladi ekan. Ko'p molni mehr qilib bergan bo'lsanglar, fala ta'khudhu minhu shay'a. Uningdan hech narsani ilib olmanglar. Ata'khudhunahu buhtanan. Yani uni sizlar zulm qilib va ujuq gunoh tariqasida ilib olamsizlar. Yani buhtanan ithman degan bu ikkisining nasblik o'qilishi holligi bilan. Yani buhtan qilgan holatda va ujuq gunoh qilgan holatda ilib olamsizlar. Bu yerdagi istifhom ata'khudunahu degan. Tavbih uchun yani buni koyish, ayblash uchun kelgan istifhom degan. Uni va kayfa ta'khudunahu degan mana keyingi oyatdagi istifhom bo'lsa inkor uchun keldi. Qandoq sizni ilib olasizlar uni? Qaysi yo'l bilan ilib olsa u mehrni, holbuki sizning ba'zinglarga yetdi. Yani afdo degan mehrini bekitken cima bilen bazılarına ulaştı. Yani sizler onun cima kan o ayarlardan münasip kan tutsanlar ve aldı o ayarlar sizlerden uçuk nati kattık çın verdi ehtimisak ağan tutsa. Bu ehtimisak ne olursa Allah Teala buyurgan nerse. Ayarlarını çıraylıkça tutuş ya ki çıraylıkça koyutiş. Etmişem karsan çıraylıkça koyuvet diyen bu şundak Allah'ın buyruğundan ibaret kim ehdini ağın tutsanlar. Yani şu nikah sorununda aldım, tegdim deyen gap şu işkimiz bunun için ayılıp durmuşta Allah'ınki buyruğun Allah'ın Resulü buyruğun işlerini kılıp çeken işlerde irak durmayız. Dep ehdi, misak kıgallık var. Aşında galette sizler bir toy kılıp bir yastığı baş koyup ötken tutsanlar yine kandaksanı kaş yüzünler bilen o ayıllar belki ele olursa demiş. Buna kısa katli bulmaydı o. Ve keyfe ta'khudûnehu'daki isfam inkar. Yine bunda kısa katli bulmaydı demek. Erkekinin kılgan işemez. Hoş. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Atalarınlar olan ayollarını almanglar. Lekin bunu da ilgili algan bolsanglar, apo kılındı. Bu hakikaten yaman iştir, öç körüldüğün kılıktır. Bu nime degen yaman adet. Yani ma degen bir yer men manasida. Yani dadanla ağın ayollarını sizler kayıt nikah almanglar. Dadanla elip mesela dadanlardan keyin dadan tugep ketip dadandan keyin kap kaldı ya ki dadanını talak kılıp etken bolsun. Bir kıtım şu dadamla nikah algan ayol bolsa onu siz qattiq asana bolmaydı. İlla lekin yutib ketganlari bu endi Allah onu apo qilib etdi. Min fi'alikum min zalika. Yutib ketgan siz ilgari qilgan qilmishlar shuna qilmishlarni ma'fun anhu. Uni kechirim qilindi. Innahu endi ashundaq atılınla algan ayollarni elish kana fahishatan. Bu uchuq bir fahish qabih ishdir. Ve maqtan
ve Allah'ınki g'azabiga sabab bo'lgan ishdir. Maqtan degan al maqtan ashaddul bug'd ekan. Allohning qattiq g'azab qilishiga sabab bo'lgan ishdir. Ve sa'a sabila ve bu bek yaman yo'lda. Xo'sh, ammo keyingi oyatda Alloh taolo biz qandoq ayollarni nikohimiz olsak durust bo'ldi, qandoq ayollarni olsak durust bo'lmaydi. Yine durust bo'lmaydigan ayollarni bayon qilib turdik. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إن haram qilindi sizlarga sizlarning onalaringlar. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hemşerileringlarni, otalarning hemşerilerini, onanglarning hemşerilerini, qarindishinglarning qizlarini, hemşeranglarning qizlarini, süt onalaringlarni, imildash hemşeranglarni, qiynonanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa yerdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini, bu shart emas uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar siz ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chog'da ularni olsanglar hech baxt yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hemşerini bir vaqtda emringlarni saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afo qilindi. Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Ummahatukum hurrimat degan hurrimat an tankihuhunna an tankihu ummahatikum demakdir. Onalaringlarni nikohinglar elishinglar harom qilindi. Bu keskin tahrim muabbad. Yani mengülik haram qilingan ayollardan biri. Bu ona degandan o'ziga oldi, ummahatun degan o'ziga oldi cho'ng onalarni. Dada tarafdan bo'lsin yoki ona tarafdan bo'lsin, cho'ng onalarni o'ziga oldi. Va banatukum qizlaringlarni elishinglar harom qilindi. Bu o'g'illar, bolalarningki qizlarini, bolasinin balasının qizi va insaflarni degan shu navrisi, chavrisi, shu eng oxirgisi eng tuvanigacha bo'lgan hammasini sizlarning pushtinglardan bo'lgan shu bolalarning qizlarini va o'zinglarning qizini elishinglar harom qilindi. Va axavatukum va hemşiranglar deganda shu dada bir ona boshqa, ona bir dada boshqa bo'lsin, sizlarning hemşiranglar bo'lsa, uni elishinglar harom qilindi. Va ammatukum degan hammanglar, dadanglarning hemşirlari va cho'ng dadanglarning hemşirlari. Dadasının hemşerisi bu ammat degan şu dadamızninki aslında olsa yine bu emmatun olur. Ama çoğun dadamızın dadasının aslınlarını erişme şunu haram kılındı. Demek. Halatukum degan adamların ve ana taraf çoğun adamlarınki hemşerilerini eriş haram kılındı. Anamızın asıllarını ve ana taraf çoğun anamızınki mu'minlarimizniki asıllarını erişme haram kılındı demişti. Ve benatul ahi ve benatul uhti. Qarindoshning qizlarini ve hemşerinin qizlarini kirib ketadi ularga, ularning bolalarining qizlarini kirib ketadi. Shu nevrisi, shu bizning qarindoshimizniki ochi, singil, oki inlarimizning qizlari ve akini asıllarımızın nevrleri, çevrleri, ağaçlarının hemmesi müşrik qatarga kirib ketadi demekçi. Ve ummahatukum allati arda'nakum ve sizlarning onalarıniki imitli onalar sizlarni. Sizlar imitga onalarni erishim harom qilindi. Buningki sharti qabla istikmal havlayni khamsa rabaatin kama bayyanahu al-hadis. Bu da hadisda bayon qilingandek 2 yıl to'shdan ilgari 5 qitim imitgan bo'lsa, shu chog'da bu irba'ning qatoriga kirib ketadi. Radiya. Imildashlik bo'ldi. Imildashlik shakllandi demoqchi. 2 yildan keyin, 2 yoshga kirib olgandan keyin imitgan bo'lsa, bu chog'da imildashlik emas.
demoqchi. Va xamsa razoat degan 5 emitish, 5 qatim emitish, bir qatim emitish degan bu anaqa mazhablar orasida har xil ko'z qarashdagi gaplar ekan bu. Matafsida shu 5 qatim emitgan bo'lsa deganni keltiribdi. Va akhawatukum min ar-radaa. Sizlarning emildash och-sing'illaringlar. Bularni idishinglarni nikohingni idishinglar harom qilindi. Yulhaqu bidalika bis-sunna al-banatu minha. Endi bu emildashlikninki qatoriga kirib ketadi sunnat bilan emildashlik bo'lgan qizlar. Şimdi emildash qizlaringlar, ya'ni bizningki ayollarimiz emitib qo'ygan qizlar bo'lsa, u bizning emildash qizlarimiz bo'ladi. Shular demoqchi. Ular bo'lsa man arba'athunna mawtu'atuhu. Emitdi ularni uning vati qilgan ayol. Ya'ni biz bir yoshga dosh qo'ygan, bilda bo'lgan ayollarimiz emitib qo'ygan qizlar demoqchi. Vel ammat vel halat. Endi dada taraf homila, ona taraf homila. Qarindoshning qizlari va hamshirning qizlari hammasi shuning qatoridandir. Shu oshlarning qizlarini biz olsak bo'lmaydi degan gapim. Yo'q, o emildash, homila emildash nima ema hammasining qizini olsa normal durust bo'ladimi? Navrichasi. Lekin men aytayotgan gap shu emildash, homila qarindoshning qizlari va hamshirning qizlari bu shuning qatoridan bo'ladi. Rada'an o'timiz. Hadisda yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab deb kelgan. Emildashlikdan harom bo'ladi, nasabdan harom bo'lgan narsa. Nasab jihatdan shu qanday ayollarni nikohimiz etish harom bo'lgan bo'lsa, emildashlikdan shu ayollarning o'zi harom bo'ladi demoqchi. Mesela bizim biz hammamiz deb qaraydigan bir ayol, shu dadamizning emildash ochiyasini iskan deydi mesela. Emildash ochiyasini iskan. Bizning o'chaqda bizning shu emildash hammamiz o'g'ilmadi. Shu harom bo'ladi demoqchi. Mesela qarindishimiz, akimizning, ilimizningki qizlar bo'lib qolsa, emildash qiz ekan. Emildash qizi bo'lsa, bizningki shu qarindishimizningki qizi bo'lgan ekan, yine harom bo'ladi demoqchi. Ravahu Buxoriy va Muslim. Ve ummahatu nisaikum ve rabaibukum. Ve sizlerin ayollarınların anaları. Yani kıynananlarına erişimler haram bo'ladi. Yani kıynanını nikah qilish bu mengülik tahrim muhabbetin qatoridan ekan. Keyin mesela biz ayollarimizni qo'yib etgan bo'lsak, yoki biz ayollarimizni keyin qolgan bo'lsakmi, u kıynanimizni erish haram bo'ladi ekan, mengü. Ve rabaibukum. Ve sizlerin terbiye qizinglar. Rabaib degan rabibatuni ko'pligi. O'simi ayolninki qizi deydi. Boshqa adam bo'lgan. Shu hozir amri turayotgan erdan burun tekkan adam bo'lgan qizi demoqchi ayolninki. Allati fi hujurikum. Yine sizlarning tarbiyalaringlar bo'lgan. Yine anasini biz olgan bo'lgandiki, shu anasidan bilan bizning uyimizga kirgan bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin bizning tarbiyamizda, bizning hujurimizda, uyimizda yashayotgan qiz bola. Shuningcha fi hujurikum deb kelgan gap. Turabbunaha, sizlar tarbiyalasizlar uni. Bu sifatun muvafiqatun lil g'olib. Fala mafhuma laha. Buni degan gap desa, bu g'olib ili ko'pincha ahvolga muvofiq sifat. Lekin uning amaliyotda mafhumi yo'q deydi. Ammo shu ko'pincha hamda bizlarda bir qizi va ayolni olgan bo'lsa, ko'pincha vaqtda u ayol, biz olgan ayol shu qizni birga boshlab bizning uyimizga kirgan ekan. Ko'pincha ahvolda mushta bo'lgan bo'lishqa shu mushta keltirgan gap. Lekin amaliyotda buning bir mafhumi yo'q deydi. Mayli u masalan bizningki uyimizda bor bo'lsin yoki yo'q bo'lsin u qizi. Biz uni onasi amrimiz olganlar bo'lsak, uning onasidan biz bir bosh qo'yganlar bo'lsak, birga bo'lgan bo'lsak, o'shada qizini erish samaram bo'lib ketadi demoqchi. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Mana sizlar uni jima qilgan ayollaringlardan bo'lgan shu ayollarning qizlari. Fa illam takunu dakhaltum bihinna. Agar ular sizlar u ayolni erib unga duxul qilmasa, jima qilgan bo'lsanglar, fala junaha alaykum. Sizlarga gunoh bo'lmaydi.
ularning qizlarini nikohlab elishda agar onalarni olib ketgan bo'lsang. Çünkü nikahimizni oldim tegdim deb nikoh qilibmiz. Lekin uning bilan jimo qilishdan ilgari ayolni taloq qilib tutibmiz. Anda bo'lsa ayolning qizini o'chab olsangiz bo'ladi nikohingizga. Yine halol demoqchi. Va halailu abnaikum va sizlarning o'g'illaringlarning ayollarini elishinglar. O'g'illaringlar degan chog'da allazina min aslabikum. Sizlarning pushtinglardan bo'lgan o'g'illaringlarning qizlarini elish, o'g'illaringlarning ayollarini elish harom qilindi. Bi xilafi men tabannaytumuhum falakum nikahu halailihim. Sizlar sizlarning pushtinglardan bo'lgan o'g'il emas, sizlar o'g'ilchilab beqib olgan. Sizlar beqib olgan o'g'linglarningki ayollari bo'lib qolsa, o chog'da uning ayolini qo'yib yetib qolsa, u ayolni sizlar keyin nikohingni olsangiz bo'ladi. Min aslabikum deb keltirishi shu alohida ta'kidlashi Alloh taoloning tabanni beqib olgan bolaninki ayollarini elishniki halol ekanligini bildirishadi. Keyin qo'yib yetib qolgan bo'lsa, nikohiga olsa durust bo'ladi. Va an tajma'u baynal ukhtayni va ikki hamshirni bir jami qilishinglar. Bu ma'lum qilindi. Mayli u ikki ochsinlar, nasab jihatga ochsinlar bo'lsin, yoki imildashlik jihatga ochsinlar bo'lsin, o'sha ochsinlarni bir nikoh bilan jami qilishing harom qilindi. Er kishiga to'rt xotinish harom halol bo'lgan ekan, ochsinlar ikkilisi ko'ziga charog'lik qilib turib, ikkilisini nikohga olsa bo'lmaydi demoqchi. ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها. أمن السنة الثاني من ذلك عندها ما آيات سنة بر نكاح جمع قصة بما يدد. أم بر قزولن وقزنين كي دادا ترى بامسه يا أنا ترى بامسني بر نكاح جمع قصة بوم بما يدو بو سنة بيان قلم غني. أرام بلوم نقص. ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد. Caiz bo'ldi ularning har birini nikohlab elish ayrim holatda. Masalan, ojiz ekan. Keyin ojizini taloq o'tib qoldi yoki ojiz o'lib ketib qoldi. Undan keyin singlisini olsang bo'ladi demoqchi. Yoki uni hammasini olsang bo'ladi. Va mulkuha ma'an va yata'u wahidatan. Va yana ojiz singilni bir uning igdorchilik qilsa bo'ldi. Yana qul dedek bo'lsa, oilasining ikkilisi bir odamni quliga dedek bo'lib tushibdi masalan. Hani o'chog'da durust bo'ladi, lekin birisiga vatiy qila oladi, birisiga jimo qila oladi. Har ikkisiga tang jimo qilsa bo'lmaydi demoqchi. Illa ma qad salaf. Faqatla o'tib ketgan ilgiriki ishlar buning sirtida, jahiliyat davrida bo'lgan mush ahvollarning hammasi amnuni Alloh taolo kechirib o'tdi. Min nikahikum ba'dama zukira. Ama başı hazır zikir kılınan bazı ayollarni haram kılınan ayollarni şu cahiliyet davrida nikahını algan bolsanglar fala junaha alaykum fihi. Bunda size günah olmaydı. İnnallaha kana gafurur rahima. Hakikaten Allah Teala mağfiret kıluvchidir. Sizlerden ötüp ketken şu nehi kirishni ilgiri qilib salgan ishlarni Alloh taolo mağfiret kıluvchidir. Rahiman ve sizlarga mush ishlarni hammasida rahim qiluvchi zotdir. Allah Teala hemmeniga manfaat hikmat olsun. Allah Teala hemmemizni o'zining dinida faqih bo'lishimizni nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astagfiruka va atubu ilayk.